Harbiy prokuratura tizimida ham so'nggi yillarda ko'p islohotlar amalga oshirildi. Bularning barchasi inson qadri uchun tamoyili asosida ko'z o'ngimizda bo'y ko'rsatmoqda. Prokuratura qonunlar ustidan qat'iy nazorat olib boruvchi organ hisoblanadi. Bugun harbiy prokuratura faoliyati bilan yaqindan tanishish maqsadida soha xodimlariga bir necha savollar bilan murojaat qildik. Harbiy prokuratura tomonidan qanday ishlar olib borilmoqda? Ular nimalar bilan band? Soha xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar zamon talablari darajasida. Odamlar dardi bilan yashash, ularning muammolariga yechim topish bugun barcha tashkilot va muassasalarning kundalik asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu borada harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish, har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning masalalarini qisqa muddatda tezkor hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Ortda qolgan yilda sohada yana qanday ishlar amalga oshirildi? Harbiy prokuratura tashabbusiga ko'ra, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda sayyor qabullar tashkil etildi. Bunda qabullar aynan olis hududlarda o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilib, qabullarda 600 dan ziyod masalalarni ijobiy hal etishga qaratilgan choralar natijasida ularning 300 dan ortig'i joylarning o'zida ijobiy hal etildi. Murojaatlar yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berilib, ko'rib chiqilishi talab etganlar nazoratga olindi. Shuningdek, o'tgan yilda harbiy prokuratura tashabbusi asosida mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda harbiy xizmatchilar oila a'zolarining bandligini ta'minlash maqsadida 160 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari o'tkazildi. Hamkorlikdagi shu kabi va boshqa amaliy chora-tadbirlar natijasida harbiy xizmatchilarning qariyb 2000 nafar oila a'zolari ish bilan ta'minlandi. 80 ga yaqin mehnat yarmarkalarida esa muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlarimizdan 9000 dan ziyodi ish joyiga ega bo'ldi. Bugun ular jamiyatda o'z o'rinlarini topib, oila daromadiga hissalarini qo'shmoqda. Xotin-qizlar masalalarida olib borilayotgan amaliy ishlar ham e'tiborimizni tortdi. Opa-singillarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, harbiy prokuratura, armiya prokuraturasi shiori ostida olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi ayollar va harbiy xizmatchilarning rafiqalari hamda shu hududda istiqomat qilayotgan ayollar o'rtasida 30 dan ortiq bepul tibbiy ko'riklar o'tkazildi. Ushbu tibbiy ko'riklarda 5000 ga yaqin ayollarimiz tor doiradagi tibbiyot mutaxassislari tomonidan ko'rikdan o'tkazildi va bundan tashqari mobil laboratoriyalar ko'rigida ham bo'lishdi. Shu jumladan harbiy prokuratura tashabbusi bilan Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, Qurolli Kuchlar vazirlik va idoralari hamkorligida olis hududlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning rafiqalari va Yangi O'zbekistonning vatanparvar ayollari ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Davlatimiz rahbari tomonidan so'nggi vaqtlarda yoshlar masalasiga alohida urg'u berilmoqda. Xo'sh, o'tgan vaqt davomida bu borada tizimda qanday ishlar amalga oshirildi? Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida harbiy prokuratura organlari oldiga bir qator vazifalar qo'yilgan. Prezidentimizning 2022-yil 23-dekabrdagi tegishli farmonlari bilan bizning tizim zimmasiga yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalash borasida, ularning huquqiy savodxonligini oshirish yuzasidan bir qator vazifalar qo'yilgan. Ana shu vazifalarning ijrosi doirasida harbiy prokuratura organlari tomonidan joylarda Qurolli Kuchlardagi tegishli vazirlik, idoralar bilan hamkorlikda keng ko'lamli vatanparvarlik tadbirlari amalga oshirilyapti. Asosiy maqsad yoshlarımizda vatanparvarlik, vatanga sadoqat, muhabbat ruhini yuksaltirish, ularni konstitutsiya va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash. Shu bilan birga ulardagi faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va bu orqali xalqimizda taqdiriga bo'lgan, ya'ni vatanimizda ravnaqiga bo'lgan daxldorlik hissini yanada kuchaytirishdan iborat. Ushbu vatanparvarlik tadbirlarida o'quvchi qizlarimizga ham alohida e'tibor berilyapti. Bu borada harbiy prokuraturaning tashabbusi bilan olis hududlardagi maktablarda o'qiydigan o'quvchi qizlar ishtirokida Men vatanparvarman nomli loyiha yo'lga qo'yilgan. Aynan mana shu nomda ko'rik tanlovlar o'tkaziladi. Mudofaa vazirligi, Favqulodda vazirlik vazirligi, Milliy gvardiya, qurol qo'shinlari, chegara qo'shinlari, ular bilan tizimda ishlayotgan harbiy sohada demak xizmat qilayotgan opa-singillarimizni jalb qilamizki, ular borib o'sha oliy hududdagi maktablarni tanlab, o'zaro bir oy davomida bilimlarini yanada boyitish bilan birga shug'ullanishadi. Tadbirlar yakuni bo'yicha ko'rik tanlov kuni o'quvchi qizlarimiz o'sha o'zini olgan bilimlarini ana shu ko'rik tanlovda hakamlar hayotiga namoyish qilib beradi. Darhaqiqat yoshlar masalasi, ularning ta'lim va tarbiyasi bugun har qachongidan ham dolzarb sanaladi. Ularni ona yurtga sadoqat ruhida kamolga yetkazish yo'lida ham harbiy prokuratura organlari o'z hissasini qo'shib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida yosh avlodning mamlakat taraqqiyoti uchun kamarbasta bo'lish mas'uliyatini oshirish maqsadida turli tadbirlar, uchrashuvlar va musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Muloqotlarda
tashkilotida yoshlarning qiziqishlari, orzu maqsadlari o'rganilib, ularga ham ma'naviy, ham hayotiy yo'l yo'riqlar, amaliy ko'maklar berilyapti. Savodxonlik bo'yicha bilimlarni oshirish borasida harbiy prokuratura organi tomonidan harbiy qismlarda, muassasalarda keng ko'lamli tadbirlar o'tkazib kelinadi. Bu o'zgarishlarning oldini olish borasida bo'ladimi yoki boshqa turli yo'nalishlardagi demak mavzular bo'yicha o'sha qonunchilikni mazmun mohiyatini yetkazib berish. Shu bilan birga olis hududlardagi maktablardagi o'quvchilar bilan birgalikda prokurorlik soati degan mashg'ulot yo'lga qo'yilgan. Ularga demak yangi tahrirda konstitutsiyamizning mazmun mohiyati, ularga o'sha hayotda hozirgi kunda birlamchi ravishda kerak bo'lishi zarur bo'lgan qonunlarni, tegishli qonun osti hujjatlarini demak mohiyatini yetkazib boriladi. Hammasi bu vatanparvarlik hisoblanadi. Vatanparvarlik bo'lmasa insonda bu o'tgan tadbirlar deymiz, undan bir narsa olmaydi u agar insonda o'zida vatanparvarlik bo'lmasa. O'shaning uchun maqsad vatanparvarlik tushunchasini bu yoshlarimizdan majburiyat emas, balki eng yuksak sharaf va eng ulug' saodat ekanligini singdirishdan iborat. Shu bilan birga yosh avlodda vatanparvarlik xalqimizning boy ma'naviy merosi va qadriyatlarga cheksiz hurmat tuyg'usini yanada oshirish, ularning bu boradagi bilimlarini mustahkamlash va rag'batlantirish maqsadida O'zbek tili bayrami munosabati bilan respublikamiz miqyosida 2 bosqichli mardlik va ona vatan mavzularida diktant tanlovi o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tanlovda 5000 dan ziyod jasorat sinflari o'quvchilari qatnashdi. Yakunda 42 nafar g'olib va sovrindorlar munosib taqdirlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxatosh tumanidan 4-sinf maktabdan keldim. Diktant yozish tanlovida ustozlarim menga bergan ta'lim tarbiyasi orqali men faxrli 1-o'rinni oldim. Tengdoshlarim ham bilimli yaxshi ekan, unday tanlov menga yoqdi. Yoshlarda mutolaa madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida kitobxonlikni keng targ'ib qilish masalasiga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bu borada joylarda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda 100 ga yaqin kitob ko'rgazmalari o'tkazildi. Yoshlar, harbiy xizmatchilar va kursantlar o'rtasida dolzarb mavzularda 85 marotaba zakovat intellektual o'yinlari o'tkazildi. Harbiy prokuratura organlarida ham raqamlashtirish ishlari boshlangan. Yana bir muhim ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Barcha jabhalar qatori sohada ham keng ko'lamdagi raqamlashtirish transformatsiyasi amalga oshirildi. Harbiy prokuraturaning rasmiy veb-sayti, YouTube, Telegram va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali tizim faoliyati keng jamoatchilik e'tiboriga havola etib kelinmoqda. Qurolli kuchlardagi harbiy xizmatchilarimizni ijtimoiy himoyasi yo'nalishida ham alohida platforma ishlab chiqildi. Ushbu platforma uy-joy ta'minoti, ijara kompensatsiyasi hamda xizmat burchini bajarish vaqtida jarohat olgan harbiy xizmatchilarimizga kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish jarayonlarini osonlashtirish, unga shaffoflik kiritish maqsadi bilan yaratildi. Shu jumladan uy-joy ta'minoti haqida gapiradigan bo'lsak, ushbu tizim shu sohaga mas'ul bo'lgan uy-joy komissiyalari, quyi harbiy qism uy-joy komissiyalari, yuqori turuvchi markaziy apparat komissiyalari hamda yakuniy buyruq chiqaruvchi boshqarmalar uchun ularni hammasini ishi yengillashtirib berildi. Bunda ishlash prinsipi shundayki, harbiy xizmatchilarimiz hujjatlarni topshirgandan keyin adolat yo'lagi yaratib berildi. Ushbu yo'lak orqali hujjatlar harakatlanib, tegishli komissiyalardan o'tib, navbatga qo'yish imkoni yaratildi. Harbiy xizmatchilarimiz bu jarayondan yoki natijasidan xabar olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Telegram bot yaratib berdik. Shu bot orqali o'zlarining pasport ma'lumotlarini kiritgandan keyin hujjatlarning harakatlanishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Ahamiyatli yana bir jihati, uni biz kuzatish imkonimiz bor. Shuningdek, tizim bir nechta vazirlik idoralar bilan integratsiya qilingan. Shuning uchun ayrim mas'ul shaxslardan hujjatlarni olib o'tirishga vaqt sarflashni keragi yo'q. Tizimni o'zi kerakli ma'lumotlarni tortib, undan foydalanish imkoni bor. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va mutolaa madaniyatini oshirish maqsadida kutubxona, axborot resurs markazi faoliyat yurityapti. Zamonaviy sharoitlarga ega bo'lgan kutubxonamiz tashkil etilgan. Ushbu kutubxonada prokuror, tergov xodimlari hamda ishchi xizmatchilar istalgan vaqtida kitob o'qishi hamda audio kitoblarni elektron shaklda tinglash sharoitlari yaratilgan. Harbiylar mashg'ulot o'taydigan dala o'quv maydonlari haqida eshitganman-u, lekin tergov poligoni haqida birinchi marta ma'lumotga ega bo'lyapman. Xo'sh, o'zi bu yerda soha xodimlari qanday mashg'ulotlarni amalga oshiradi? Tergov poligoni tarkibida virtual tergov xonasi mavjud bo'lib, unda elektron dasturlar yordamida protsessual harakatlar bilan bog'liq mashg'ulotlar virtual reallikda bajariladi. Doimiy shaylikning tarkibiy qismi bo'lgan o'q otish tayyorgarligi binodagi elektron o'quv xonasida reja asosida o'tkazib kelinadi.
Ushbu xonada biz o'zimiz harbiy prokuratura xodimlarini muntazam ravishda jangovar tayyorgarligini oshirib boramiz, ya'ni o'q otish mashg'ulotlaridan sinovlar qabul qilib, ularni jangovar shayligini doimiy ravishda oshirib boramiz. Bundan tashqari, yangi ishga qabul qilingan yosh mutaxassislarimizni har chorakda o'qishga chaqirib, o'qish davomida shu o'q otish mashg'ulotlaridan sinovlar ham olamiz. Muxtasar aytganda, ushbu soha faoliyati bilan qisqacha tanishish orqali yurtimizdagi islohotlar samarasi harbiy prokuraturada o'zining hayotiy ifodasini topayotganiga yana bir bor amin bo'ldik.